Assalomu alaykum barchaga. Men ijtimoiy tarmoqdan butkul ketyapman. Buni avvalambor sizlarga aytgandim va Instagramdan ketgandim. Instagramda mani 100 mingtadan oshiq obunachilarim bor edi. Men Instagram profilimdan voz kechdim va Instagramdan ketdim. Boshqa ijtimoiy tarmoqlarda Facebookda, TikTokda, Likey'da akkauntlarim bor edi. Mana Snapchat yozib bittasi Snapchatda akkauntingiz bor, Snapchatda videolar chiqib bezor qildi deb, lekin mana sizlarga bir narsani tushuntirib o'tib ketay. Mani Snapchatim yo'q hech qanaqa. Men Snapchatga kirmayman. Kiradigan odam emasman. Keyin men Snapchat ishlatmayman-da, to'g'risi. Mana hech qanaqa Snapchatda akkauntim yo'q. Bo'lgan bo'lsa ham balki birortasi ochgandir meni nomimdan. Fan akkaunt qilib ochganmi bilmayman, soxta akkaunt qilib ochgan, lekin meni o'zimni realniy profilim unaqa Snapchatda yo'q. Xohlaganlaringni yozib, xohlagan narsani o'sha insonga gapirishlari mumkin. Chunki men haqiqatan gapiryapman. Men o'zim akkauntim bo'lsa aytaman, bo'lmasa to'g'risi aytmayman. O'shaning uchun men sizlarga realni aytib bermoqchiman. Meni hech qanaqa Snapchatda akkauntim yo'q. Meni akkauntim bo'lsa ham o'zlaring bilasizlar. Shu Instagramda bor edi, xolos. Meniki keyin TikTokda bor edi va YouTube'da, keyin Likey'da bor edi. Likey'da shu Qirolicha Kanizda akkauntim bor edi, uni o'chirdim. Butkul udalить qilib o'chirib tashladim. Instagramda akkauntim bor edi, butkul udalить qilib o'chirdim va TikTokda uni ham akkauntimni o'chirganman. Xullas TikTokka ham kirmayman. Keyin Facebook hamma ijtimoiy tarmoqdagi akkauntlarni o'chirib tashladim va meni hech qanaqa akkauntim yo'q hech qaysi ijtimoiy tarmoqda. Unaqa soxta gaplarga, soxta insonlarni mana shu Kanizaxon, mana shu profili degan insonlarning gapiga ishonib o'tirmanglar, iltimos sizlardan. Sizlardan shuni so'rab qolgan bo'lardim. Men o'zim video chiqaraman faqatgina shu akkauntda. Bu akkauntda esa endi ketyapman va bu meni so'nggi oxirgi videoim. Qirolicha Kaniza endi yo'q. Qirolicha Kanizani kutmanglar. Qirolicha Kanizani balki sog'inarsizlar, balki yomon ko'rarsizlar, bilmayman. Balki men ketayotganligimdan juda ham ko'pchilik xursand bo'lar, negativchilar ayniqsa. Mayli, xursand bo'linglar, baxtli bo'linglar. Sizlar baxtli bo'lsanglar, mazza qilib yashasanglar ham bo'ldi. Men butkul ijtimoiy tarmoqdan ketyapman. Oxiri shu qarorga keldim. Ijtimoiy tarmoqda yetarlicha darajaga chiqib oldim va yetarlicha mashhur bo'lib oldim. Bo'ldi. Bu yog'iga endi men ijtimoiy tarmoqdan butkul ketaman va o'zim xohlagan inson bilan bu yerga hayotimni o'tkazmoqchiman. Shunaqa gaplar. Qolgan ikkinchi video